This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqanlar Erkin Asya Radyosu'nun 14 yanvar seyşembe gündeki Uygurca anlatışı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlavatısılar. Bugünkü programlarının riyasetçiligide Mihriban hizmetinlerde. Hürmetlik radyo anlatıcılar. Bugünkü bir saatlik anlatışımızda aval anlaydıqınlar Uygurlar ve xalqara vaziyetke dair qısqa xabarlar. Anlatışımızın davamında vaqa ve mulayis sayfası boyunca berildiğin təfsili məlumatlar huzurunlarda bulundu. Hürmetlik radyo anlatıcılar. 14 yanvar seyşembe gündeki bir saatlik anlatışımızını Uygurlar münasebetlik qısqa xabarlardan başlayız. Bugünkü xabarlarni radyomuz muxbiri Cevlan tayarladı. Amerika Ona Vatan Xavfsizlik Ministerligi 14 yanvar kuni axborot e'lon qilib, yana 37 Xitoy shirkatini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha jazolash tizimligiga kirgizilganligini jakoladi. Bu mazkur ministerlikning bugungacha bir qatimda ko'p sondagi Xitoy shirkatini jazolashi hisoblanadi ekan. Axborotda deyilishicha, bu qatim qora tizimlikka qo'shilgan Xitoy shirkatlari Uyg'ur elidagi muhim kon bayliqlarini ochadigan, ham pishiqlab ishlaydigan davlat shirkatlar. Xinjiang paxtasi bilan to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarib, butun dunyoga eksport qiladigan shirkatlar. Shundaqla kun taqtilarga ishlatilgan kristallik kirmini ishlab chiqaradigan shirkatlarni o'z ichiga olgan. Axborotda bu 37 shirkatning ismi to'liq e'lon qilingan bo'lib, ularning ichida Huafu kiyim-kechaklar shirkati, Donghai kun-taqti texnika shirkati, Hongyuan yeshil energiya cheklash shirkati qatorliqlar dunyoga tanilgan shirkatlar ekan. Yuqorqi shirkatlar Xitoydagi majburiy emgak bilan chetishliq bo'lib, buning bilan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha cheklangan shirkatlarning soni 144 ga yetgan. Amerika Ona Vatan Xavfsizlik ministri Alejandro Mayorkas bu vaqtda so'z qilib, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha cheklangan Xitoy shirkatlari 150 ga yaqinlab qoldi. Mana bular majburiy emgak zo'ravonligi bilan keskin kurash qilayotganligimizni, kishilik huquqni qo'llash va'damizni amalga oshirayotganligimizni, shundaqla erkinlik va odil raqobatni qo'llayotganligimizni ko'rsatdi degan. Baş ştabi Xitoydagi TikTok şirketining Amerikada cheklanishi yoki Amerika shirkatlariga setilish taqdiri yaqinlashayotgan bir mezgilda Xitoyning bu shirkatni qutuldirish uchun uni amerikalik mashhur korxonachi dunyodagi eng cho'ng boy Elon Musk'ga setib berish mumkinligi faraz qilinmoqda. Angliya Bloomberg xabarlari to'ri 13 yanvar e'lon qilgan xabarda deyilishicha, Xitoy amaldorlari TikTokning taqdirini bir taraf qilish ustida jiddiy tanlashga duch kelgan. Ichki ahvolni bildiganlarning aytishicha, agar TikTok Amerikaning cheklash buyrug'ini amaldan qoldira olmagan taqdirda, Xitoy amaldorlari uning Amerikadagi mulozimatini dangliq korxonachi Elon Musk'ga setib berishi mumkin ekan. TikTok shirkati Amerika Oliy sudidan TikTokni cheklash buyrug'ini bekor qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, bosh sudchi 1-oyning 10-kuni qilgan so'zida aslidagi buyruqni saqlab qolish mumkinligini aytgan. Buningdan ilgari Amerika prezidenti Donald Trumpning TikTokni saqlab qolishga iltimos qilayotganligi, ammo Amerika Oliy sudining uni rad qilish ehtimoli borligi haqida xabarlar chiqqan edi. Bloomberg xabarlarining ma'lumot berishicha, Xitoy amaldorlari navbatda TikTokni setish masalasida prezident Donald Trumpning eng yaqinlaridan biriga ko'z tikayotgan bo'lib, u bo'lsa-mu Donald Trumpning saylamiga 250 million yordam qilgan Elon Musk ekan. Agar Elon Musk TikTokning Amerikadagi mulozimatini setib olsa, eng cho'ng ijtimoiy aloqa usullaridan X bilan TikTokga tang ega bo'lib, ularning tijoratini tang boshqardi ekan. Navbatda TikTokning Amerikadagi abonentlari 170 milliondan oshadigan bo'lib, bundaq zo'r ko'lamdagi abonent soni
X'ning tijoratini ro'naq topqizdi ekan. Ammo Xitoy amaldorlarining Elon Musk bilan qandaq sodalashdiganligi, bahoni qandaq bekitadiganligi, eng muhimi Elon Muskning bu sodaga qandaq qaraydiganligi aniq emas ekan. Elon Musk yoki uning vakillari buningga texi inkos qaytarmagan. Ammo Elon Musk X yozgan uchurida TikTokning cheklanishi garchi X'ga foydali bo'lsa-mu, meningcha TikTok Amerikada cheklanmasligi kerak. Bundaq qilish fikr erkinligiga xilof degan. Xitoyning Sharqiy Osiyo dengiz tavalligida xo'jaylik talashish urinishi kuchayayotgan bir vaziyatda Amerika, Yaponiya, Filippin qatorliq davlatlarning boshliqlari texnik kuchli hamkorlashishga qasam qilishgan. Reuters agentligi 12 yanvar bergan bu xabarda deyilishicha, Amerika, Yaponiya va Filippinning davlat boshliqlari 12 yanvar kuni tor yig'ini ochib, iqtisod, dengiz armiya kuchlari va texnik jihatda hamkorlikni kuchaytirishga kelishgan. Oqsaroyning bu vaqtdagi bayonotiga qaraganda yuqorqi 3 davlat rahbarlari Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlarining qonunsiz va xatarli ekanligini muzokara qilishgan. Bundan ilgari ular 2024 yil 4-oyda Washingtonda birlikda yig'in ochib, xalqaro qonun va rayon xavfsizligini qo'g'dashni muzokara qilishgan edi. Prezident Jo Bayden yana bir haftadan keyin vazifasidan ayrilgan bo'lib, u prezident Donald Trumpning Xitoyga taqobil turishda izchillikni saqlashiga, Amerikaning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan sheriklik munosabatiga ko'ngil bo'lishiga umidvor qaraydiganligini bildirgan. Kanada televiziya torining 13 yanvardagi xabariga qaraganda, oldingi hafta Amerika bilan Kanadaning urush paraxotlari Xitoy dengiz armiyasining Janubiy dengizni, jumladan bu dengizdagi taqim orollarning ta'sir doirasiga elish urinishlariga qarshi birlikda harakat qilgan. Xitoy dengiz armiya paraxotlari ularni ta'qib qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy dengizining ostida 11 milliard ton neft zapasi bayqalgan bo'lib, Xitoy 10 yildan buyon bu rayonni kontrol qilish orqali Yendi Tinch okeanidagi strategik ta'sir kuchini oshirishga urinib kelmoqda ekan. Hürmetli radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'nun 14 yanvar Seyşembe günündeki Uygurca anlatışı davamlaşmakta. Ben bugünkü program riyasatçısı Mihriban. Növətdə məxsus səhifələr boyunca verildiğən anlatışımızı başlayırız. Bugün bunun da radyomuz muhbirləri və ixtiyari muhbirlərimizin təyərlişdə Uyğurlar vəziyyətinə aid təfsili xəbər analizi, söhbət, obzor qatarlıq proqramlar huzurunuzda olur. Hörmətli radio dinləyicilər, növbəti diqqətinizlər məxsus səhifələr boyunca verildiğən anlatışımızın təfsilatı olsun. Amerika hökuməti 14 yanvar günü Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunu boyunca Xitoydakı yana 37 şirkətə cəza tədbiri elan qılğanlığını jakaladı. Biden hökumətinin prezidentlik vəzifəsini axırlaşdırış aldırıki bu hərəkəti Amerikanın Uyğur məcburi əmgəkiga taqabül turuş tirişçanlığıdakı yana bir mühim qədəm deyə qaralmaqda. Tövəndə bu vaqtdakı təfsili məlumatlarni muxbirimiz İradədən anlaysızlar. Hörmətli radio dinləyicilər, 14 yanvar günü Amerika Ana Vətən Xəvfsizliyi Ministerliyi Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunu boyunca Xitoydakı yana 37 şirkətni cəza tizimligiga qo'shganligini e'lon qildi. Ministerlikning bu vaqtdagi bayonotidan qaraganda, bu hozirgacha eng ko'p shirkat va muassasaning bir vaqtda qora tizimlikka elinishi bo'lib hisoblandi ekan. Yeni qo'shilgan o'rinlar bilan birlikda Amerika hukumati tomonidan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha jazolangan shirkat va muassasalarning umumiy soni 144 ga yetgan. Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining ministri Alejandro Mayorkas bu vaqtdagi bayonotida Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha yana 37 shirkatni jazo tizimiga qo'shish va umumiy sonni 150 ga yaqinlashtirish bizning majburiy emgak tizimiga qarshi to'xtamay kurash qiladiganligimizni, asosiy kishilik huquqni kafolatli qilishdagi tavranmas va'dimizni, shundaqla erkin va odil raqobat tizimini bo'shashmay qo'g'daydiganligimizni yana bir qatim namoyon qiladi degan. Amerika Biden hukumatining bu qarori Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarini xursand qildi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonim bu haqda radiomizga mundaq dedi. Biz Xitoydagi majburiy emgak bilan chetishliq shirkatlarning nihoyatda ko'pligini va bu shirkatlarning yaqinda Amerikaning cheklangan shirkatlar tizimligiga qo'shilganligidan oz-to'la xabarimiz bor edi.
Bugün ettigen e'lon qilingan 37 şirketning tafsiliy tizimlikini ko'rib nayta xush bo'ldik. Bu cheklash Amerika hukumatining Uyg'ur majburiy emgakini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini uzluksiz jiddiy qaraydiganligini, adolatsiz tijorat qilayotgan shirkatlarni doim nazorat qilib turganligini va jazolaydiganligini bildirdi. Ya'ni Amerika hukumati to'xtamay Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini davom qilyotdi. Ma'lum bo'lishicha 14 yanvar kuni tizimlikka qo'shilgan o'rinlar Uyg'ur elidagi muhim mineral moddalarni qazish va pishiqlab ishlash, paxta to'qimchilik, shundaqla kun taxta ishlab chiqarishini Poliscom bilan ta'minlaydigan shirkatlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, Amerika hukumati konkret va aniq uchurlarga asosan bu shirkatlarni Uyg'ur elidagi majburiy emgak munosabatli xam ashyolarni ishlatgan hamda hukumat bilan moslashib Uyg'urlar va Qozoq, Qirg'iz qatorliq boshqa asonliq millatlarni qo'l ishchi sifatida qabul qilish, to'shish, yutkash qatorliqlarga qatnashgan deb qaraydi ekan. Bu navbat qor tizimlik e'lingan shirkatlar Donghai GA quyosh texnikasi cheklik shirkati, Hongyuan yeshil energiya cheklik shirkati va uning bilan munosabatli bo'lgan 3 tarmoq shirkat, Huafu moda kiyim-kechak cheklik shirkati va uning 25 tarmoq shirkati, shundaqla Jiangsu Meiko quyosh texnikasi cheklik shirkati va Baotou Kirimni energiya cheklik shirkati, Shuangliang Kirimni materiallari cheklik shirkati, Xinjiang energiya guruhi cheklik shirkati va buning tarmoq shirkatlari, Xinjiang Zijin kanchilik guruhi cheklik shirkati va uning tarmoq shirkatlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Alfidar iltabir Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanayotgan shirkat va o'rinlarning yuqoridagilar bilan cheklanmaydiganligi. Shunga Amerika hukumatining bundaq shirkatlarni aniqlash va jazolashni davomlashtirishni umid qilganligini ta'kidladi. Albatta, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga va Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik yana nurg'unlagan shirkatlar, shaxslar, hukumat odamlari bor. Biz qo'limizdan kelganicha bisim qilib, mushu tizimlikni texmi ko'paytirishga va Uyg'urlarga zulm qilgan shaxslarning va shirkatlarning jazolanishiga qo'limizdan kelganicha kuchaymiz. Biden hukumati vazifasini oxirlashtirishga sanoqli kunlar qolganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan majburiy emgakini jazolash bilan qolmay, Xitoyni yana Amerikaning eng yangi texnikalarga erishishdan cheklashni davom qilmoqda. Masalan, Biden hukumati 13 yanvar kuni Amerikaning yuqori texniklik kompyuter o'zaklarini eksport qilishga doir yangi cheklimlarni e'lon qilib, sun'iy aql sistemasini harakatlantirishga yaraydigan texnikalarning Xitoyning qo'liga tushib ketishining oldini olgan. Amerika Savdo ministrligining ministri Gina Raimondo 13 yanvar kuni muxbirlarga qilgan so'zda bu yangi e'lon qilingan qoidalarning navbatdagi eng ilg'or sun'iy aql texnikasini qo'g'dash va uning raqib davlatlarning qo'liga o'tib ketmasligi kafolatli qilish uchun loyihalanganligini, biroq sherik davlatlarning bu texnikalardan bahramand bo'lishga davom qilganligini bildirgan. Amerikadagi texnika va geosiyosiy masalalar mutaxassisi Jeffrey Kane'ning bildirishicha, Biden hukumatining vazifasini tamomlashga nihoyat qisqa vaqt qolganda e'lon qilgan bu yangi cheklamalar uning yangi Trump hukumati vazifaga o'tirib, siyosatini belgilaguchi bo'lgan oraliqdagi Amerika davlat manfaatiga kafolatlik qilishni maqsad qiladi ekan. So the reason the Biden administration imposed these sanctions is because they are uncertain about the position of the Trump administration. The challenge with the incoming Trump administration Biden hükümetinin vazifadan ayrılıştan burun bu çekimlerini e'lon qilishiga sebep ular yangidan vazifa topshirib olgan Trump hükümetinin Xitoy siyosatining nima bo'lganligini bilmaydi. Trump hükümetinin tashqi siyosatda qanday yo'l tutilganligi, uning Xitoy siyosatining nima bo'lganligi hozircha aniq emas. Shunga Biden hükümeti vazifadan ayrılıştan burun bundaq tadbirlarni ko'plab e'lon qilyapti. Bu tadbirlar ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni oshirdi. Biroq ikki davlat munosabati 6-7 yildan beri nachar bo'lg'achqa men buni mas'uliyat yaratadi deb o'ylamayman. Ma'lum bo'lishicha, bu yangi qoidalar hozir 120 kunlik baho berish bosqichiga kirgan bo'lib, u bu muddat to'shishdan burunlar kuchga ega bo'ladi ekan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo bu vaqtdagi bayonotida Trump hukumatining bu cheklimlarni davomlashtirishiga bo'lgan umidini ifoda qilgan va biz yangi hukumatning 120 kundan to'liq foydalanib, mutaxassislar, kasb ahllari va sherik davlatlarning so'zlariga quloq solishini va bu asosda harakat qilishini umid qilamiz degan. Ma'lum bo'lishicha, 13 yanvar kuni e'lon qilingan yer shari eksport ramkasi ilg'or sun'iy aqli iqtidorliq o'zak va texnik eksporti
Xitoy va Rossiyani hamda ularning vositali holda Amerikaning texnikasini setib olishiga imkon tug'diradigan 3-chi davlatlarni, bo'libmi O'rta Sharqdagi davlatlarni o'z ichiga oladi ekan. Tadqiqotchi Jeffrey Kane'ning qarashicha, Amerikaning sun'iy aql iqtidoriga ega bo'lgan eng yangi o'zak texnikalarni Xitoyga setishni cheklash, Xitoyning Amerikaning texnikasi orqali Amerikaning davlat xavfsizligiga tahdid paydo qilishining oldini olishda muhim rol o'ynab qolmay, yana Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishdimi muhim rol o'ynaydi ekan. China is already having a hard time getting access to the latest chip technologies and semiconductors are an extremely expensive industry. Xitoy Amerikaning eng ilg'or o'zak texnikasiga erishishda aslida qiyinchilik tortyapti. Yerim o'tkazgich texnikasi intayin qimmat bir soha. Odatda bir o'zakdan keyin yana bir o'zakni yasash uchun 5 yildek vaqt ketganimiz deb, uningga millionlarcha dollar pul ketadi. Jumladan u ham intayin qimmat baholiq ham nihoyat uzun vaqt ketirgan texnika. Demak, agar Xitoy Amerikadan bir o'zakni setib olamasa, u holda oz deganda 5-10 yil Amerikaning kaynida qoldi degan gap. Bu o'zaklarsiz ular harbiy ishlarda va Uyg'urlar qaratayotgan mutlaq nazorat sistemalarida ishlatiladigan sun'iy aql sistemalarini taraqqiy qildirolmaydi. Shunglashqa Amerika hukumatining Amerikadagi texnik shirkatlarini ilg'or o'zak texnikalarini Xitoyga setishdan cheklashi dunyodagi eng chong soqchi davlatini to'sishda intayin muhim rol o'ynaydi. A lot of the surveillance and military technology to happen, but without those chips, China cannot do all that. Biden hökuməti texi aldın qaydıla Amerikanın 20 xildən oşuq yerim ötküzgüç yasaş üskünüsünün Xitayğa setilişini və həm də nurg'unlagan Xitay şirkətlərini Amerika texnikasiga erishishdən chekləb buyruq e'lon qilgan edi. Hörmətli radio dinləyicilər, bu proqramını irada tayyorladi. Dünya Uyghur Qurultayı yaqında chaqiriq e'lon qilib, muajiratdagi Uyg'urlarni har qaysi davlatlardagi Tayland elchixonasi oldida 17 yanvar kuni norozilik namoyishi o'tkazib, Tayland hukumatidan 10 yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarga erkinlik talab qilishga chaqirgan. Bu vaqtdagi tafsilotlarni Shveysariyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Abibulladin anglaysizlar. 11 yıldan buyon Taylandda tutup turilayotgan 48 nafar Uyg'urning taqdiri va ularning har vaqt Xitoy qaytarilish xavfi muajiratdagi Uyg'ur tashkilotlari bilan Uyg'ur jamoatini kuchlik andishlantirayotgan masalalarning biri bo'lib keldi. Yaqinda Tayland turmisidagi Uyg'ur tutqunlarining Xitoy qaytarilish xavfining o'ttirg'i chiqishi muajiratdagi Uyg'ur jamoatini yana bir qatim jiddiylashtirmoqda. 14 yanvar kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Alavudin Efendi bayonot e'lon qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayining har qaysi davlatlardagi tarmoq organlari, ishxonalari va mas'ul xodimlari, shundoqla har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatini yer shari xarakterlik erkin Uyg'ur musofirlari namoyishi elib berishga chaqiriq qildi. U bayonotida 17 yanvar, ya'ni juma kuni butun dunyodagi Uyg'urlarning o'zlari turishliq davlatlardagi Tayland elchixonasi yoki konsulxonasi oldiga yig'ilib ommaviy norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdi. Bu munosabat bilan ziyoratimizni qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Alavudin muajiratdagi Uyg'ur jamoatini bu qatimliq dunyoviy ko'lamlik namoyishga chaqirishdagi sabablar va Tayland turmisidagi Uyg'ur tutqunlarining navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Dünya Uyg'ur Qurultayi Taylanddagi qarindoshlarimizning yana bir qatim Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelganlik xabarini anglagan hamon darhol harakatga o'tdi. Bu jarayonda Yevropa Birligi, Amerika Kongresi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Muhojirlar Oliy komissiyasi va Xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti degandek tashkilotlar bilan jiddiy shaklda aloqalashib, bu qarindoshlarimizni qaytarilishni to'sib qilish haqida jiq harakatlarni olib bordi. Qarindoshlarimiz albatta bu turmadan qutulib chiqish kerak. Agarchi vaqtincha Xitoy qaytarilib
ketish xavfi bo'lmasimi, bularni qutuldirish uchun yana harakatni to'xtatmasligimiz kerak. Shuning uchun biz Tailand elchixonalarining oldida shu oldimizgi juma kuni namoyish qilish o'rinlashtirildi. Butun davlatlarda namoyish o'rinlashtirildi. Bu namoyishdagi asosli talabimiz shularni erkin davlatlarga qo'yib berish. Tailand turmisidan ularni haqsiz yerga nahaq tutib turmaslik. Talablarimiz shu. Dünya Uyghur Qurultayıning bu vaqtdagi maxsus chaqiriqida mundaq deyilgan. Dunyo miqyosidagi Uyg'urlarni har qaysi davlatlardagi Tailand elchixonasi yoki konsulxonalar oldida norozilik namoyishi o'tkazishga chaqiramiz. Hammamiz birdek ittifoqlashib, Tailandda uzun yillar nahaq tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarining darhol qo'yib berilishini talab qilishimiz kerak. Ular zo'rlik bilan Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelmoqda. Agar ular Xitoy qaytarilsa, turmaga tashlanishi, hatto o'limga hukm qilinishi yillardan buyon Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning masalasiga yaqindan aralashib kelayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayi sobiq muhojirlar komitetining mudiri, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Polat Saim apandi Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlar to'g'riliq elib berilgan lobby faoliyatlari haqida ma'lumot berdi. Tailand ko'chmalarni tutib turish organlarida tutib turilayotgan qarindoshlarimiz, ya'ni 2 oydan keyin 11 yil bo'ldi desak bo'ldi. Bular begunoh misharni tutib turilayotdi 10 yildan yoqi. O'z vaqtida Tailand chegarasidan qonunsiz kirdi degan jinoyat bilan tutilib, jarimalarni to'ldi. Hatto 6 oydan 2,5 yilgacha turma jazolarini oldi. Lekin shunda bu qonun bo'yicha ular erkinlikka chiqishi kerak. Ular erkinlikka chiqolmadi. Dunyo qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan bularga yillardan ularga yordam qilib keldik. Yordam qilyapmiz har jihat. Lekin hozirning o'zida mana shu kunning oldida biz shu xabarni olgandan keyin tezlik bilan ularga yana qo'limizdan kelishicha yordamlarni qilyapmiz. Advokatlarni izladik. Advokatlar orqali so'zlashyapmiz. Tailand hukumati yuqori darajadagi amaldorlar bilan qaytarmaslik uchun iltimoslarni qildik. Onundan boshqa endi bizning qilayotgan ishlarimiz oz emas. Endi ba'zi jiq narsalarni so'zlab kelsak, hammamizga ayon endi biz bir tashkilot. Egallashimizcha, Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilar Dunyo Uyg'ur Qurultayining bu vaqtdagi chaqiriqiga ovoz qo'shgan. Shundaqla o'zlar turishliq davlatlar hukumatlarining bu ishga kuch chiqarishini talab qildigan lobbichilik faoliyatlarini jiddiy qanot yoydirganligi ma'lum. Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Xalcham Mamtiminning bildirishicha, ular 13 yanvar kuni Norvegiya parlamenti kishilik huquq ishxonasi va Norvegiya tashqi ishlar ministrligidagi munosabatlik arboblar bilan ko'rishib, Tailandda tutib turilayotgan bu Uyg'urlar uchun jiddiy yordam qilishni talab qilgan. Biz tashqi ishlar ishxonasi bilan ko'rishib, Tailanddagi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida yordam talab qildik. Ular bizning talablarimizga nihoyat pozitiv javob berdi. Shunaqla Tailandning Norvegiyadagi bosh elchisi bilan ko'rishdiganligi va bu masalani o'tirib qo'yib, bu Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishga bo'lmaydiganligini bildirdiganligini aytdi. Bu biz uchun shunaqla Tailanddagi qarindoshlarimiz uchun kichkina bo'lsin bir umid bo'ldi. Chunki bu yerdagi 48 Uyg'ur uchun Norvegiya tashqi ishlarning Tailand elchisi bilan ko'rishishi bir yuqori darajadagi diplomatik aloqa bo'ldi. Bu Uyg'urlarning masalasining odat navbatda chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va bir qism kishilarning dardi emas, balki g'arbdagi demokratik davlatlarning bu masalasiga aylanganligining ifodasi deb qarashga bo'ldi. Biz yana Tailand hukumatining bu Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib bermasligi va burun yuz bergan bu fojianing qayta yuz bermasligi uchun Norvegiyadagi Uyg'ur jamoatini 17 yanvar Tailandning Norvegiyadagi elchixonasi oldida namoyish o'tkazishga chaqirdik. Bu bizning mavjudligimizning Tailanddagi u qarindoshlarimizning ovozi bo'lishini to'xtatmaydiganligimizning bir ifodasi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining bu vaqtdagi namoyish chaqiriqida munolar ta'kidlangan. BDT va boshqa barliq xalqaro tashkilotlarga, kishilik huquq qurilishlarga, shundaqla haqqoniyatni yoqlaydigan barliq insonlarga shuni chaqiriq qilamizki, Uyg'ur panohlanuvchilar har qandaq vaqtda Xitoy qaytarilmasligi, ularning hayotiy bexatarligiga kafolatlik qilinishi kerak. Biz xalqaro jamiyatdan buning uchun jiddiy harakat ko'rishni talab qilamiz. Egallashimizcha 17 yanvar va uning oldi keynida Shveysariya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, Amerika, Yaponiya va Avstraliya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlar bir vaqtda bu davlatlarda turishliq Tailand elchixonalari yoki konsulxonalarning oldida norozilik namoyishi o'tkazishga tayyorlanmoqda ekan. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi.
Egallanishicha, Xitoy taratqularida o'tgan hafta Amerikaning Los-Anjeles rayonida yuz bergan zo'r o't afati bilan o'xshash vaqtlarda Xitoyning Tibetdagi yer tevrashdan iborat ikki ofat haqida butunlay farqli bo'lgan uchurlar keng tarqalgan. Ajablanarli yeri shuki, Xitoy taratqularida Tibetdagi yer tevrash va hodisada qazo qiluvchilar haqidagi mazmunlar emas, balki Amerikada yuz berayotgan o't afati qiziq temaga aylangan. Hatta Xitoy uchur vositalarida kishilarning Amerikadagi bu o't afatiga bo'lgan esdashliklari emas, balki xushal bo'lgan tantanlik inkaslari qaplagan. Tuanda Gollandiyada turishliq obzorchimiz Osiyaning tayyorlashidagi Xitoy dal Uyg'ur Tibet rayonlarida afat paydo qilg'uchidir sarlavhalik obzor maqolasi diqqatingizda bo'lsin. Obzorlik qarashlar avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitoy dal Uyg'ur Tibet rayonlarida ofat paydo qilg'uchidir. Amerika bilan Xitoyda o'tgan hafta o'xshash vaqtlarda o't ofati va yer tevrashdan iborat zo'r ofatlar yuz berdi. Hayron qolarligi shuki, Xitoydagi uchur vositalarida bu ikki ofat haqida berilayotgan xabarlar osmon zamin farqli bo'ldi. Hatto ofatga taqobil turishda Amerikaning qanchalik ojiz, tadbirsiz bo'lganligi, ammo Xitoyning bo'lsa qanchalik oqil va tadbir bilan ofatning ziyinini azaltganligi kuchab tashviq qilindi. Xabarlardan qaraganda, o'tgan seshanba kuni Amerikaning Los-Anjeles rayonida zo'r o't ofati yuz bergan bo'lib, 180 ming kishining bu rayondan chekinishi va 5 odamning o'lishidek og'ir fojia kelib chiqqan va o't texcha o'chirilmagan. O'xshash kunda Tibet rayonidami og'ir yer tevrab 126 odamning o'lishi, 188 odamning yaralanishi, 3600 dan ortiq uyning o'rilib tushishi va 46 mingdan ko'p kishining makonsiz qilishini keltirib chiqardi. Lekin Xitoy uchur vositalarida Tibetdagi yer tevrash va bu hodisada qazo qilg'uvchilar haqidagi mazmunlar emas, balki Amerikada yuz berayotgan o't ofati qiziq tema bo'ldi. Xitoy Markaziy televiziyasi qatorliq hukumat uchur vositalari Amerikadagi o't ofatini hali jang maydoniga o'xshatsa, hali zamon oxiridek tasvirlab to'xtamay tashviq qildi. Xitoy uchur vositalari bo'lsa, kishilarning Amerikadagi bu o't ofatiga bo'lgan hissdashliklariga ko'ra, xushal bo'lishlari tantanalik inkaslari bilan liq to'ldi. 9 yanvar Xitoyning Baidu film to'rida e'lon qilingan Los-Anjelesdagi o't ofatiga doir bir filmning ostiga 1800 dan ko'p inkas tushgan. Inkaslarning mutlaq ko'p qismi Xudoning ko'zi bor ekan. Bu alvasti davlatning jazosini beribdi. 11 sentabr voqeasidagi qahramonlar o'lmagan bo'lsa, mushundaq fursatda o'rmonliklarning hamma yeriga o't qo'yib, Amerikaliklarning hammani ko'ydirib yo'qotgan bo'lsa-chi, deganga o'xshash o'shmanlik mazmunlari bilan to'lgan. Har qanday inkasga diqqat qilib, agar u o'z-o'ziga foydasiz bo'lsa, uni o'chirib tashlaydigan yoki inkaschilarni jazolaydigan Xitoy hukumat to'r saqchilari bundaq inkaslarni o'chirmagan va aksicha yo'l qo'ygan edi. Gerçi Xitoy hukumat uchur vositalari bu haqda mo'tadil inkas bildirganda ko'rinsa-mu, lekin fikr erkinligiga qattiq cheklanadigan Xitoyda Amerikadagi o't ofatidan tantanaga cho'mgan uchurlarning keng tarqalishimi albatta hukumatning ruxsatsiz yuz bermaydiganligi aniq. Demak, boshqalarning azobidan xushallik tepish insonlik qadr-qimmatlariga e'tibor beriladigan davlatlarda asosan yuz bermaydi. Hatto yuz bergan holatdami bu xil qilmishlar jamiyatda birdek tanqidlashga uchraydi-ki, Xitoydagidek bozor topolmaydi. Darvaqa, Tibetda yuz bergan yer tevrashni Xitoy hukumat uchur vositalari tabiiy ofat sifatida tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, lekin bu qitimliq yer tevrashda Xitoyning mas'uliyati borligini surgundagi Tibet faoliyatchilari xalqaro uchur vositalariga bildirdi. Ularning deyishicha, Xitoy yillardan buyon Tibet rayonida kon boyliqlarini qazish, qalaymaqan to'sma yasash qatorliq harakatlarni elib borgan bo'lib, plansiz va mas'uliyatsizlik bilan elib berilgan bu xil harakatlar oqibatda Tibetdagi bu fojiani keltirib chiqargan. Amaliyotda Tibet siyosiy faoliyatchilarining deganlari belgilik asosga ega bo'lib qolmay, bunday harakatlarni Xitoy Uyg'ur elidimi o'xshash shaklda elib borgan. Misolga olsak, Xitoy yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur nopusi eng zich o'ltiraqlashgan Janubiy Uyg'ur elida zo'r ko'lamdagi suv to'smasi va suv omborlarini yasadi. Gerçi Xitoy bu harakatlarni suv kamchil bo'lish, qurg'oqchilikning oldini olish masalasini hal qilish uchun deb tashviq qilgan bo'lsa-mu, lekin bu joylarda yer tevrashning kun sari og'irlashib ketayotganligi
bir haqiqat. Şinjandagi Sansha tosmisi deb atalgan Qashqar viloyati Aratash suv tuguni qurilishi Qaraqo'rg'on teg'i vodisidagi Yakan daryosining yuqori eqiniga joylashgan bo'lib, Uyg'ur elidagi ko'lami eng chong suvchilik tuguni qurilishi hisoblandi. Bu qurilish xuddi Tibetdagi bu qitimliq yer tavrash rayonidagi suvchilik tuguni qurilishiga o'xshashla Xitoy Markaziy komitetining 172 turlik cho'ng suv tejash, ta'minlash turiga kirgizilgan qurilishlarning biridir. Halbuki bu qurilish 2019-yili ishga kirishgandan buyon yoki 2024-yilning 5-gacha Aqsu viloyati Ulug'chat noyasi atrofidagi 200 kilometr oraliqda jami 166 qitim yer davirgan. Ya'ni bu oraliq dal Aqtu noyasidagi Aratash suv qurilishini o'z ichiga oladi. Amaliyotda 2012-yili Amerikaning yer davrash, yer yerilishiga doir tadqiqot bilan 40 necha yil shug'ullangan tadqiqotchisi Yohan Jackson Xitoyga berib amaliy tekshirish olib borgan bo'lib, u g'arbiy rayonlardagi daryo yaqinlarida ilib berayotgan va ilib berilishi planlangan suv qurilishlarini ko'rgandan keyin bu qurilishlarning shu yerdagi yerlik aholilarning hayotiga tahdid ilib kelganligini, Xitoyning bu qilmishi xatarga tavakkul qilish bo'ladiganligini o'tirib qo'ygan. Shundaqdimi Xitoy bu xil qurilishlarni yasashni asla to'xtatmagan. Xitoyning Uyg'ur elida jiddiy davom qilayotgan bu xildagi suv tejash va suv boshqarish turlarining Uyg'urlarning suv kamchilik masalasini hal qilish uchun emas, balki Xinjiangning nüfusini 50 millionga chiqarishdek buyuk planlar uchun bo'layotganligi aniq. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik yer tavrash idorasining organ torbetidagi yer tavrash uchurlaridan Uyg'ur elidagi yer tavrashning yuz berish nisbati kunsiri eg'irlayotganligini, hatto bu xil ko'payishning dal cho'ng tipdagi suv to'smasi, suv omborlari joylashgan rayonlarda yuz berayotganligini ko'rish mumkin. Halbuki Uyg'ur va Tibetdagi yer tavrash ko'proq yuz beradigan joylarda cho'ng tipdagi suv qurilishlarini elib berishning qanchalik xatarli ekanligi, bu qurilishlarning yerlikdagi xalqlarning hayot mamoti va siyosiy taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatganligi, bo'libmi bu qurilishlar sababli qanchalik Uyg'ur yoki Tibet xalqi uy makonlaridan ko'chirilish, yaqin yurtlarga surgun qilinish va yoki yer tavrash qatorliq ofatlarning ziyonkashligiga uchraydiganligi haqidagi inkaslar Xitoy uchurvaslarida asla qiziq tema bo'lmagan va bo'lmaydi. Bu ahvolni Amerikaning ahvoliga silishtirish mumkinmi? Amerikada bir qancha kundan buyon kuyayotgan g'oyat zo'r o't va bu o't ofati keltirib chiqargan ziyonlar butun dunyo miqyosidagi kishilarga oshkora tarqatilib keldi ham kelyotdi. Shundoq bo'lib qolmasdan Amerikada yuz bergan har qanday voqealar tashqi dunyoga azaldan Xitoydagidek sir tutilgan emas. Kishilar xohlasa Amerikada yuz bergan har qanday hodisaga doir tafsiliy ma'lumotlarga erisha oladi. Xalq xohlasa hukumatning mazkur hodisalardagi mas'uliyatini surishti qila oladi, tanqidlay oladi, hatto hukumatni og'dirib tashlaydi. Ammo Xitoyda-chi, insonlarning tug'ilishidan bor bo'lgan tabiiy haqlarni, fikr erkinliklarini cheklaydigan Xitoy Kompartiyasi hukumatining demokratik tuzilmaning o'rnini ola oladigan tuzilma afzalligidan so'z echish texmo kulkilik. Amerikada bo'layotgan o't ofatiga doir uchurlardan butun dunyo xabardor. Lekin Xitoyda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikning tafsilotidan tashqi dunyoning xabardor bo'lish mumkinchiligi bormi? Tibet va Uyg'ur elidagi yer tavrash ofatlarining Xitoy to'xtamay yasayotgan suv qurilishlari, kon boyliqlarini qazish bilan munosabatlik bo'lganligini tashqi dunyoning oshkora tekshirishiga Xitoy ruxsat qilamdi. Darvaqa, mayli qayerda, qanday shaklda yuz bergan ofat bo'lsin, uning insonlarga ziyon ilib kelganligi aniq. Butkul insoniyat tabiiy ofatlarga taqobil turish haqida bosh qotirayotgan bugungi kunda Xitoy Kompartiyasi hukumati Uyg'ur va Tibet rayonlaridagi tabiiy ofatlarning oldini olg'uchi emas, balki bu rayonlarda insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik, milliy assimilyatsiyadan iborat og'ir ofatni paydo qilayotgan asosli omildir. Növətdə Türkiyədəki bəzi mütəxəssislər və karxançılar Xitayning bir balvaq, bir yol qurilishinin Türkiyənin milli sənayeти və iqtisadiga zo'r ziyon ilib keldiganligini ta'kidlab, uni Türkiyəyə omad emas, balki ofat ilib keldi deb qaramoqda. Tuanda Anqaradagi ixtiyoriy muxbirimiz Erkin Tarimdan bu vaqtdagi tafsilotlarni anglaysizlar.
Türkiye'deki köp sonda mutaxassis ve siyasetçiler Xitayning bir belvaq bir yol quruluşunun O'rta Asiyodagi Türkiye Cumhuriyetleri ve Türkiye'ge iqtisodiy jihatdan zo'r foyda elib keldiganligini ilgari surib kelmoqda. Halbuki ba'zi mutaxassislar ve korxonachilar mazkur qurilishning Türkiye'ning milliy sanoati ve iqtisodiga zo'r ziyon elib keldiganligini ta'kidlamoqda. Türkiye'deki O'rta Sharq Texnika Universiteti Xalqaro Munosabatlar fakultetining professori Işık Kuşçu Bonifant Hanım bir belvaq bir yol qurilishinin Türkiye'ge her cihatdan ziyon elib keldiganligini ta'kidlaydi. U bu haqda bergan dokladida oldi bilan Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda Uyg'ur masalasining tutgan o'rnining muhimligini ta'kidlab, mundaq deydi. İşte 1952'de Menderes hükümetinin Bakanlar Kurulu kararıyla Doğu Türkistan'dan kaçan Uygur ve Kazak kafilesini Türkiye'ye kabul etmesi. Xitay-Türkiye münasebetinde burundan tartıp Uygur meselesi asası mesele süpütüde orun elip geldi. 1952 yılı Adnan Menderes hükümetinin Ministerler Kabineti karar çıkarıp Şarkı Türkistan'dan geçip çıkan 1820 nefer Uygur ve Kazak köçmenini Türkiye'ye kabul kılgan idi. Hazır dünyanın her kaysi devletleri de yaşavatkan Uygurlar naiti yakşı şekilde teşkillendi. Aslında muhaciretteki Uygur milli hareketi başlangan devlet Türkiye'dir. Türkiye'nin Xitay bilen boğan münasebeti kuyuk bolmagan devirlerde Türkiye Uygur meselesi de biraz aktif urunda turup geldi. Keyinki yıllarda bolsa Uygur meselesi iki devlet oturusundaki münasebette mühim mesele süpütüde oturga çıkışka başladı. O dokularda iki devlet oturusundaki Uygur meselesini çördügen tokunuşunun en yukarı pellesinin 2009 yılı yüz bergen 5. iyul Ürümçi kırgınçılığı bolğanlığını aynı vakitteki Türkiye Başministeri Recep Tayyip Erdoğan'ın Xitayning Uygurlarga qaratgan bastırışını ırkı kırgınçılık dep atağanlığını, şuningdan keyinla yani 2010 yılı Türkiye bilen Xitay o'rtasida stratejiyalik şeriklik kelishimi tuzganligini o'tirib qo'ydi. O dokladida Xitayning bir belvaq bir yol qurilishini yo'lga qo'yishdagi asosliq maqsadining Xitayning dunyodagi ta'sirini kuchaytirish ekanligini ta'kidlab, mundaq deydi. 2013'te Xi Jinping'in iktidara gelmesinin hemen ardından açıkladı. Küresel uluslararası ilişkilerde Çin'in hegemonyasını da güçlendirebileceği bir mekanizma olarak dizayn ettiği bir proje. Bir belvaq bir yol qurilishi Xi Jinping hakimiyet beşiği kelgandan keyin, yani 2013 yılı o'ttirg'a chiqdi. Bu xalqaro munosabatlarda Xitoyning dunyodagi ta'sirini kuchaytirish maqsadida o'ttirg'a qo'ygan strategiyalik turidir. Buni Xitoy hukumati tinchlik yo'li bilan yuksalish, birlikda manfaat elish degandek şuarlar bilen dünyaga tonuşturup geldi. Halbuki nurgun kişiler Xitayning hakim mutlaqlık tuzumu bilen başkurulvatkan bir diktatör devlet ekanligini unutup kelyapti. Xitayning maqsadi o'zi ishlab chiqargan mallarni Yevropa devletlerine setish, şunun bilen birlikte siyasi ta'sirini kuchaytirishdan iborat. İgilishimizcha 2024 yılı Türkiye bilen Xitay o'rtasidagi ticaret sommasi 46 milyard Amerika dollari bo'lgan. Buningda Türkiye Xitoyga faqatla 5 milyard dollarlik mal eksport qila olgan. Ya'ni Türkiye ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatida passiv o'rinda turgan. Professor Doktor Işık Kuşçu Bonifant Hanım Türkiye bilen Xitoy o'rtasidagi tijoratda Türkiye'nin ziyon tartib kelganligini, bugungi eng muhim masalaning mecburi emgek meselesi ekanligini, Xitoyning Uyg'ur qatorliq Türkiye xalqlarini mecburi ishlatib ishlab chiqargan mollarini Türkiye'ga mi setivatganligini, buningga qarata Türkiye'ning tadbir elishi kerakligini ilgari surib, mundaq deydi. Bizim yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de Uygurların forced labor dediğimiz zorunlu işçi olarak çalıştırmaları.
Eng mühim meselelerden biri Uygurlarning mecburi emgekке silinişidir. Bu haqda dünyadaki kişilik hukuk teşkilatları köp sanda dokladlar e'lon qildi. Sharqiy Turkistonning paxtasi mashhur. Shunga Xitoy to'qimachilikda Uyg'urlarni qul ishchi o'rnida ishlatib, dunyoga mal setyotidi. Bu to'g'riliq tayyorlangan nurg'un dokladlar bor. Agarda siz buni naq maydonda ko'rib kelaman desangizmi, Xitoy ruxsat qilmaydi. Xitoy O'rta Osiyo va Turkiyaga mablag' solsa, ishchilarni o'zi ekilyotidi. Shunga Xitoy solgan mablag'ning hech bir foydasi bo'lmayotidi. Türkiye hükümeti Uygur meselesinde izchil aldı Xitoy bilan bo'lgan ticari münasibetimizge selbi ta'sir ko'rsatdi deb sukut turib kelmoqda. Türkiye hükümeti Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy va ticari munosabatda Uygur meselesiga sal qarasa bo'lmaydi. Yig'inga ishtirok qilgan Dünya Uygur Qurultayı İcraiya Komiteti muavin raisi, Uygur Akademiyasining bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon efendi, Türkiye'nin en dağınlık üniversitelerinden biri bolgan O'rta Sharq Texnika Üniversitetida bir belvaq bir yol qurilishi bilan Uygur irqiy qirg'inchiligining o'ttirg'i qo'yilishining zo'r ahamiyatga ega ekanligini ilgari surdi. Milyonlarcha sarxil Uyg'urlarning Xitoyning jazo lagerida ig'ir azob chekayotganligini, kamp sirtida bo'lgan Uyg'urlarni Xitoylarning hech bir haq bermay Sharq Turkistonda va Xitoyning ichkari o'lkalarida majburiy emgakka sevayotganligini o'tirib qo'ydi. Turkiyaning eng danglik bir universitetida tadqiqot va o'qitish bilan shug'ullanayotgan bir turk professorining yuqoridagi doklati Turkiya ilm sohasida belgilik ijobiy ta'sir qo'zg'aydigan bo'lib, Turkiya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabatlarini takrordan ko'zdan kechirishi ham shundaqla Turkiyada Uyg'ur vaziyati to'g'risida jamoat fikr hosil qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Bu doklad berish yig'iniga ishtirok qilgan Anqaradagi Yildirim Bayazid Universitetining o'qituvchisi Nametcan Mehmet Orxun efendi, Xitoyning bir belvaq bir yo'l qurilishining amaliyotda O'rta Osiyodagi Turkiy Cumhuriyatlari bilan Turkiyaga omad emas, balki ofat elib keldiganligini ilgari surdi. Bununki en mühim narsa şu Türk bizim vatanimizden başlap şu Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'den ötüdü. Yani bu doğrusunda Türkiye'deki köpünce adamlar Türkiye'nin iktisadi için payda etkiledi. Türk Cumhuriyetlerine, Türk devletlerine bir bağlaydı dep oylaydı. Elbette Türk devletlerinin bir bağlaydığını doğru. Bu bir yaxşı taraf qaralsın mı? Ama iktisadi jihatdan payda etkiledi yine bence intayın hata dep oylayman. Çünkü bu Xitoylarniki azan emgek gücü şunlarla hammaylar yaqindan ko'rib kelayotgan xabarlarda Uyg'urlar majburiy ishlatish, ya'ni haqsizlik orqali ishlab chiqargan nurg'unlagan mahsulotlar bor. Buni temir yo'l orqali dunyodagi eng muhim yerlarga yetkazdi. Bu Turkiyada o'tilgan bo'lgani uchun, hatto Turkiya shuning ichida azan molni ekilish orqali Turkiyada mavjud bo'lgan milliy sanoatniki cho'kishi, milliy korxonalarniki vayron bo'lishiga eng muhim sabab bo'ldi deb o'ylayman. Chunki buni hozirdan boshlab ba'zi ko'rinyapti. Türkiye Tashqi iqtisodiy munosabatlar kengashining raisi Nail Olpak efendi 2024 yılı 18 sentabr günü Ekonomik.com tor gezide Türkiye-Xitay savdo munosabati to'g'risida bayonot bergan bo'lib, bayonotiда naiti aniq qilib, Xitoyning bir belvaq bir yo'l qurilishini olqishlagan vaqtimizda zodi nimani olqishlaganligimizni aniq bilishimiz kerak degan so'zlari bilan Türk xalqini ogohlantirgan edi. Bu programmani Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. Yaqında Qırğızstan Uyg'urlari İttifaq Jamiyatining 11-chi qurultayı o'tkazilgan. 12 yanvar kuni chaqirilgan bu qurultayda İttifaq Jamiyatining 2 yildan buyon elib borgan barliq xizmatlari xulosalangan va İttifaq Jamiyatining yangi raisi saylab chiqilgan. Qirg'izistonning har qaysi shaharlarida yashayotgan Uyg'ur jamoat vakillari, Qirg'iziston Xalq Assambleyasi kengashining a'zolari bu qurultay yig'iniga qatnashgan. Tuanda Qirg'izistondagi ixtiyoriy muxbirimiz Firuzadin bu vaqtdagi tafsilotlarni anglaysizlar.
12 yanvar Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati 11 navbatlik favqulodda qurultay o'tkazdi. Qurultay Bishkek shahrining yonidagi Alamidin nahiyasining madaniyat uyida uyushtirildi. Qurultayga Qirg'izistonning Chu viloyati, shundaqla O'sh, Jalolobod va Qaraqo'l shaharlaridagi Uyg'ur jamoat vakillari bo'lib 510 vakil ovoz berishdi. Mazkur qurultayga yana Qirg'iziston Xalq Assambleyasi kengashining a'zolari qatnashdi. Qurultayning kun tartibiga 3 masala qo'yilgan bo'lib, bular İttifaq Cəmiyyətinin 2023 yılı mart ayından tatıb 2024 yılı noyabr ayıgacha elib barğan işləri haqqında hesabat beriş, İttifaq Cəmiyyətinin Maliyyə Komitetinin hesabat berişi və İttifaq Cəmiyyətinin yeni rəisini saylab çıxış. 11-ci qurultayının muvaffaqiyatlı elib verilişi üçün Zumrad Roziyeva xanımның başçılığında Qurultay Təşkili Komiteti qurulğan. İttifaq Cəmiyyətinin rəisligiga 3 namzat göstərilən olub, ular Asqar Qasimov, Nuraniya Qasimova və Əsad Tilibayevdir. Lekin ba'zi sabablar bilan Asad Tilibayev raislik nomzodini bekor qildi. Mazkur qurultay Qirg'iziston Jumhuriyatining davlat gimni bilan rasmiy ochilib, ayollar kengashining a'zosi huquqshunos Mehrinisa Salayevaning riyosatchiligida elib berildi. Qurultayda Ittifoq jamiyatining Moliya komitetining raisi Nuraniya Qasimova xizmatlari haqida hisobot berib, shu 2 yil jarayonida elib borgan ishlarining aloyidaligining biri Ittifoq gazetining tahriri va xizmatchilarining maoshini o'stirishi ekanligini Qurultay jarayonida bir necha vakillar o'z irodasi bilan ixtiyoriy so'zga taklif qilinib, o'xshamagan fikrlarni o'ttirg'a qo'yishdi. Ittifoq jamiyatining sobiq raisi Dilmurod Axbarov apandi so'zga chiqib, jamoatni ittifoqlikqa taklif qildi. U mundaq dedi: Hurmatli mehmonlar, bizniki ittifoq assambleya Qirg'izistonda qurilgan vaqtda qurilgan. Bak miras bu mirasimizni saqlashimiz kerak. Dunyoda biz necha afg'onliklar kelgan. Alımlar ekeyen, Mahmud Kaşkari, Yusuf Hacı, özümüzden oraya bugün günde düşüş bağını görüyoruz. Anışkan çakırlığının bir olaydı. Hem de sayılarını gaydarına maşın körüp, maşın bu arkadaşları görüp, Qurultayning kun tartibiga qo'yilgan 2 masala qaralgandan keyin asosliq masala Ittifoq jamiyatining raisini saylash tartibi boshlandi. Oldi bilan nomzod Asqar Qasimov o'z programmasini e'lon qilib, Uyg'ur xalqining madaniyatini rivojlantirish va Uyg'ur xalqining qirg'iz tilini o'rganishning eng asosliq vazifa ekanligini ta'kidladi. Keyin nomzod Nuraniya Qasimova o'z programmasini e'lon qilib, Uyg'ur xalqining tili va madaniyatini rivojlantirishni tilga olib, Qirg'izistondagi butkul Uyg'ur tashkilotlarining zich munosabatda bo'lishi kerakligini eslatdi. Mazkur qurultayga qatnashgan Bishkekda turishliq Yevropa parlamentining xizmatchisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondan vakili Farhad Ibragimov apandi ziyoratimizni qabul qilib, qurultayning tartiblik o'tganligini tilga olib, saylam haqida bir necha tavsiyalarni berdi. U mundaq dedi: Assalomu alaykum. В общем и целом я считаю, что прошло на достаточно хорошем уровне. Единственное, тут пара технических моментов вот насчет голосования было. Я бы предложил в следующий раз сделать это онлайн. Fikrimcha qurultay yaxshi o'tdi. Biroq ba'zi texniklik masalalar chiqib qoldi. Kelajakda saylamni elektronlik qilishni tavsiya qilaman. Chunki bugungi kunlarda nurg'unlagan vositalar bor. Shundaqla ba'zi bisim va xapchiliklarni saqlanish uchun saylam ovoz berishi maxfiy usul bilan qilingan bo'lsa, texmi unumli bo'ladi. Есть куча программ без столпотворения, прозрачно. Мое пожелание, чтобы это было все-таки тайное голосование, чтобы не было никакого влияния, чтобы обид не было. Я считаю, что эти процессы избирательные надо проводить тайно. Mazkur qurultayga qatnashgan Bishkekdagi Atay Og'unbayev mahallasining yigitbeshi Xalmurod Qamardinov apandi ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur xalqining manfaati va taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan rais bilan birlikda ishlashning muhimligini ta'kidladi. Assalomu alaykum. Bugungi qurultay naychi chiroyli o'tib o'tadi. Unda oxiri force major bo'lib, hamda bu kim bo'lmasin o'tsin. Agarda Asqar o'tgan bo'lsa, Asqarni bilan men ishlagan, burunqi nimada rais bo'lgan vaqtida men bilan ishlagan, Asqarni yaxshi taniyman, yaxshi bilaman. Bu bola hamda o'zinglar bilasizlar, pandemiya vaqti kelib qilib, o'zini ochiq ko'rsatmagan. Pandemiya kasal vaqtida hammamiz o'zimizning halokatdan bo'lib qolib, biz o bolaning ishini oxirigacha ko'ramagandik. Oxirigacha ishlamay elinib ketdi bir sabablar bilan. Bugun agar o'tib qolgan bo'lsa, men Asqar bilan ishlashga men tayyorman. Kimni kamisin
xalqimiz uchun ishlayman desa, men bu odam bilan tayyor. Qirg'izistonning janubidagi O'sh viloyatidagi Qashqar qishloq yezisining vakili Shavkat Hasamidinov apandi ziyoratimizni qabul qilib, yangi saylangan raisning O'sh viloyatidagi Uyg'ur jamoatiga ko'ngil bo'lishini umid qildiganligini bildirdi. Assalomu alaykum, muhtaram jamoat. Biz O'sh oblasidan Qashqardan keldik. Bizdan 5 kishi keldi. Bizga 29 dekabrda xabar berilgan, qurultoy bo'ladi deb. Biz qurultoyga 5 kishi keldik. Yigitboshi Vohidov Hakimjon, oqsoqolimiz Yo'ldashvoy, Baxtiyor To'lqin aka, yordamchi To'lqin aka keldi. Endi meni nima fikrim bo'lgan Asqar endi ish yaxshi bo'lsa, bizni O'shlarga ko'ngil bursa, ozmas, biz bilan tig'iz ishlasa yaxshi bo'ladi. Biz ham endi hozir Uyg'urlarning milliy markazi bo'yicha biz ham diasporalardan oldida ketyapmiz, hech qachon orqada qolib qolmaganmiz. Qurultayga qatnashgan 510 vakilning fikrlari har xil bo'lg'achqa, qurultay jarayonida ba'zi o'qishmasliklar chiqdi. Qaraqo'l shahridan kelgan Ventus kishilik huquq tashkilotining raisi Kamiljon Ro'ziyev apandi radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugungi qurultayning nimasi endi assambleyada huquq tarafdan nima berildi-ki, shuni kutamiz. Bu qanday bugungi ishlar o'tdi, to'g'ri o'tdimi, to'g'ri o'tmadimi? Şularni kütüp, enki bu bir nimaga kelimiz deb, shundaq bugun bo'ldi shular. Biz Qarako'ldan 7 odam keldik. Bu yaxshi, shuncha odam kelganiga. Biroq oxirgi yillari bu ittifoqning ishlari ancha ko'rilmadi. Sebab biz birinchi qitim shu Qarako'lda ochgan Iskul oblastning shu ittifoqning nimasi yopilib ketgan. Shuning uchun bu alijut yaxshi bilmay qoldi. Bu ittifoqning ishlarini bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Bu ittifoqning yigit-beshlari ittifaqning cho'nglari shu amiyaga berib, bir ko'lga emas, shu o'shlag'in berib, amma Uyg'urlarning beshini yig'ish kerak. Biroq shu ish bo'lmay qoldi. Bu niyat yaxshi emas. Men o'ylayman, shu amdi shu qurultayning nimasi bitgandan keyin, ishlari yaxshi bo'lgandan keyin, shu Uyg'urlarning Qirg'iziston bo'yicha beshlarini qo'shsa yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Qirg'iziston Uyg'urlarining ittifoq jamiyatining 11-qurultaydagi saylam natijasida Asqar Qosimov 342 ovoz bilan ittifoq jamiyatining yangi raisi bo'lib saylandi. Qirg'iziston Xalq Assambleyasi Kengashining muavin raisi Aliyev Uzbek Adamovich so'zga taklif qilinib mundaq dedi. Мне поручил, вы знаете, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана. Sizlar bilgininglardek, Qirg'iziston Xalq Assambleyasi Kengashining raisi tarafidan menga ko'rsatma berildi. Мы сейчас этот вопрос здесь должно было пройти, конечно, по уставу, но вы ссылаетесь на тот устав, который сегодня из нее несли, они не могут быть при рассмотрении. Этот устав еще не утвержден, через Минюст должен пройти он. Bu qurultay jamiyatning tasdiqlangan nizomnomasi bo'yicha o'tish kerak edi. Lekin bu yangi nizomnoma ekan. Adliya ministrligi tarafidan texi tasdiqlanmagan ekan. Shuning uchun bu qurultayning qonunlik bahasi Qirg'iziston Xalq Assambleyasi Kengashining qonun komitetining yig'inida muzokara qilinib, yakun chiqariladi. Поэтому ссылаться на изменения, это уже на следующем, при работе будет дальше, если его утвердят. Пока он не утвержден. Поэтому в отношении законности проведения вообще всего избрания, как сказал председатель, комиссия по правовым вопросам при Ассамблее народа Кыргызстана будет данный вопрос рассмотрен и дана правовая оценка. Бишкектен Фирзе тәрледі. Атақлық тарихчы шаир Turg'un Almas tug'ilganligining 100 yillik xatir kuni munosabati bilan Qozog'istonning Olmaota shahrida maxsus muhokama yig'ini o'tkazilgan. 12 yanvar kuni chaqirilgan Yevro Osiyada iz qoldirgan tarixchi mavzuliq mazkur yig'inga Turg'un Almas haqida qisqacha film ko'rsatilgan hamda dunyoning har qaysi joylaridan yig'in qatnashgan olimlar uning o'lmas ijodiy emgaklarining tarixiy va tarbiyaviy ahamiyati haqida fikr bayon qilgan. Tuanda Olmaotada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Uyg'onning bu vaqtdagi ma'lumotiga diqqat bergaysizlar. 11 yanvarda Olmaota shaharlik do'stlik uyida atoqliq tarixchi shoir Turg'un Almasning 100 yilligiga bag'ishlangan Yevro Osiyada iz qoldirgan tarixchi mavzusida yumaloq ustal muhokama yig'ini o'tkazildi. Uni Olmaota shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etno madaniyat markazi uyushtirdi. Tarixiy bilimning boshqa tadqiqot usullaridan farqini analiz qilish maqsadida o'tgan mazkur yig'inga olimlar, jamiyatlik tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari vakillari va boshqalar qatnashdi. Yig'inni ochgan ham uningga riyosatchilik qilgan Olmaota shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi, Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining mudiri Kalin Mahbirov Turg'un Almasning Uyg'ur xalqining buyuk farzandlarining biri ekanligini,
Uning 100 yilligiga bag'ishlangan bu faoliyatning o'tgan yilning oxirida o'tkazilmoqchi bo'lganligini, ammo Qozog'istonning Aqtoq shahrida yuz bergan aeroplan halokati munosabati bilan keyinga qoldirilganligini aytib o'tdi. U mazkur yig'inga kelgan barliq mehmonlarga o'zining rahmatini izhor qildi. Turg'un almas haqida qisqacha film ko'rsatilgandan keyin so'z chet ellik olimlarga berildi. Yig'in qatnashchilari Ankara Universiteti Til, Tarix va Jo'g'rafiya fakulteti hozirgi zamon turkiy tillari va adabiyotlari bo'limining professori doktor Erkin Ahmad, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Dunyo tarixi bo'limining mudiri, tarix fanlarining doktori Bahrom Xaynazarovlarni yo'llagan video nutqini tingladi. Bahrom Xaynazarov Uyg'urlarning tarixi bo'yicha tadqiqotlar yurgizayotganligini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Mening bu temaga oid nurg'un kitob va maqolalarim chiqqan. Men o'zimga tadqiqotlarimda Turg'un Almos. Mening bu temaga oid nurg'un kitob va maqolalarim chiqqan. Men o'z tadqiqotlarimda Turg'un Almosning nurg'un emgaklaridan foydalandim. Turg'un Almos Uyg'ur xalqining munavvar tarixchisi, tadqiqotchisi bo'lib hisoblandi. Bo'libmi uning Uyg'urlar nomli kitobi alohida ahamiyatga ega. Uyg'urlar tarixi haqida boshqa ko'plagan emgaklar chiqqan, ammo Turg'un Almosning mazkur kitobi Uyg'urlarning qadimgi va O'rta Osiyo tarixiga oid tunji tarixiy emgak bo'lib hisoblandi. Bu kitob Uyg'urlarning tarixiga, madaniyatiga oid ko'plagan masalalarni o'z ichiga oladi. Turg'un Almos kitobxonni O'rta Osiyo xalqlarining, jumladan Uyg'urlarning o'tmish haqida ko'plagan faktlar bilan tanishtirdi. U mazkur faktlarni tushundirish uchun boshqa tillarda e'lon qilingan emgaklarni foydalangan. Olim, masalan, Xitoy tilidagi manbalarni foydalangan holda turk qabillalari, turk atalg'usi haqida alohida to'xtalib o'tgan. Yig'inda so'zga chiqqan Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi qarmog'idagi Oqsoqollar kengashining raisi Yarmamat Kibirov, Muxtar Avezov nomidagi Adabiyot va san'at institutining professori, filologiya tarixining doktori Olimjod Hamrayev, tarixchi va siyosatshunos Qahramon O'jamardi va boshqalar Turg'un Almosning hayotning ig'ir sinoqlariga bardoshlik berib, o'zining bir xalqning ulug' farzandi ekanligini amaliyotda dalillagan shaxs bo'lganligini, uning emgaklarining tarixiy va tarbiyaviy ahamiyatini alohida ta'kidladi va yig'inni uyushtiruvchilarga minnatdorligini bildirdi. Rayon ziyoratini qabul qilgan professor Almjon Hamrayev apandi Turg'un Almosning o'tgan asrda Uyg'ur elida yuz bergan siyosiy o'zgarishlarda, to'lqinlarda maydonga kelgan, chiniqqan Uyg'ur xalqining faxri ekanligini, ayni vaqtlarda ilm fandagi saxta yo'nalishlarga raddiya bergan adib bo'lganligini bildirib mundaq dedi. O'rta Osiyoda istiqomat qilayotgan Uyg'urlar Turg'un Almosning hamma emgaklari bilan faxrlanamiz ham cho'nqur o'rganib o'qib ko'plagan ma'lumotlarni oldik. Shuning uchun biz bundan qat'iy faxrlanamiz. Dastlab Turg'un Almosning ijodiyatini tanishtirish bo'yicha Qozog'istonda mening ma'lumotim bo'yicha 5000 nusxa bilan taraldi. Uyg'urlar degan kitobi bizni o'yg'itibdi. Qadimiy tariximizning cho'nqur ekanligi ko'zimiz yetdi. Shu munosabat bilan olimimiz Hamid Amrayev buni ruscha tarjima qilib keng markaz tanishtirdi. Qozog'istonda ikkinchi qitim Uyg'urlar nomli kitob adibniki Abdug'ofur akam Qutlug' ikkinchi qitimni nashriyatdan chiqardi. Kirishimlar bilan xalqimizni so'yindirdi bu ishlar. Bizda nihoyatda keng miqyosda taraldi. Hamma Uyg'urning uyida bor desam xatolashmayman. Men Qirg'izistonda, Qozog'istondagi oliy o'qish o'rinlarida ishlagan paytlarimda, dars bergan paytlarimda qadimiy Uyg'ur adabiyoti bag'ishlangan materiallarni nihoyatda diqqat bilan foydalangan, Turg'un Almosning emgaklariga tayangan, men nurg'ulg'an ma'lumotlarni yetib kelayotgan ustozlarga tanishtirgan. Tarixchi olimning adibniki yozgan emgaklari Turk dunyosida o'rni alaydi. Uningga asoslanib yurgizayotgan tadqiqotlar nurg'un. Men o'ylayman, bu emgakning yana texmo Turk dunyosi uchun foydasi zo'r, ahamiyatli deb qarayman. Ziyoratimizni qabul qilgan Oqsoqollar kengashining raisi Yarmamat Kibirov apandi mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun yig'in mazmunli o'tdi. Uningda bo'libmi olimlarimiz Turg'un Almosning emgaklarini tafsiliy analiz qilib chiqdi. Biz bu shaxs haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shuning uchun men yig'inni uyushtirgan Karolin Maxbirovga cho'ng rahmatimni aytaman. Karolin bir yilning ichida 30 dan oshiq faoliyat o'tkazibdi.
Şu cümleden baqiylik bo'lib ketgan ataqlıq yazğıcılarımızga, alimlarimizga, cemiyet erbablarimizga, dağlıq san'atkorlarimizga, sportchilarimizga bag'ishlangan har xil mazmundagi yig'inlarni alohida ta'kidlagim keladi. Bu haqiqatan cho'ng tirishchanlikning belgisi. Bu ham yoshlarımizga cho'ng ulgu ibrat. Turg'un Almas o'xshash olim yozuvchilarimizning emgaklarini Qozog'istonda qayta nashr qilishda va targ'ib qilishda Hamid Hamrayev, Abdug'ofur Qutlug'ov o'xshash ziyolarimiz ko'p ishlarni qilyotdi. Bugun yig'inda ularning ismlari alohida ta'kidlandi. Mushundaq yig'inlarni pat-pat o'tkazilib turishini xohlagan bo'lar edim va tilayman. İgilişimizce Turg'un Almas'tan yuqorida atalgan Uyg'urlar namlıq əsərdən başqa yana Uyghur İdikut xanlıqı, Türklər, onlarning qisqacha tarixi, qadimki Uyghur ədəbiyyatı, shuningdek bir qanchalagan proza, poeziya, drama əsərlərini yazğanlığı ma'lum. Onun Uyg'urlar degan ikki kitobdan iborat əmgiki Qozog'istonda tunji qitim 1992-1993 yillari Qozog'iston nashriyotida Kiril yoziqida, shu yili ruschaga tarjima qilinib, bir kitob holatida nashr qilingan. Ruschaga doktor Hamid Hamrayev tarjima qilgan.